Okamiz iltimos qilibdilar, podpishchimiz ekanlar. Inobatga olamiz, aka qo'yamiz zo'rlarini. Assalomu alaykum hammaga. Uy kengligini qaranglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, uy emas, prosta qasr. Sergeli Stроительный 3 xona 121 kvadrat kamiga ipotekaga ham to'g'ri keladi va mebellari o'zining joyida qoladi. Botmani koridorimiz, kiraverishimizda to'g'rida kuxnya bo'lyapti. Kuxnyaga kirishinglar bilan bunaqa balovli kutib olishadi. Xullas, kuxnya mebel o'zini joyida qolyapti. Mehmonxonaga kiramiz. Mehmonxona ham kamida 6 ga 6 ni ko'ryapman. Sergeli territoriyada 6 ga 6 zal почти kam ko'raman. Okamiz fokuslari zo'r ekan, remontni qoyillatib qo'yishibdi. Sanuzelni ko'ramiz, dushovoy kabinka va bolalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasiga kiramiz. Mebellar o'zini joyida qolyapti. Uyimizning plani yaxshi, skvoznoy planirovka. Zalni mabodo o'rtadan borib olaman deydigan bo'lsanglar, to'g'ri xona bo'ladi. Sergeli Stроительный orientir metroning yonida ozgina ichkariga kiriladi. Uyimiz 9 qavatli uyi, 4-qavati 121 kvadrat. Narxi $83,000, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uy ichi bolalar.